Aytadiki, copyrightmi qo'yilmaydimi? Aytadiki, o'limga yopishganlar yashaydi. Shuni ikkinchisi davom ettiradi. Hayotga yopishganlar o'ladi. Nima o'zim tushunganimcha, o'zimni shu oqis aqlim bilan tushunganimcha ta'riflayman. O'limga yopishganlar yashaydi degani nima degani desa, o'lishini bilganlar, hayoti qisqaligini bilganlar, o'limni eslab turadiganlar va o'lishga tayyorlar. Men bo'ldi, erta kechga o'lishga tayyorman. Men misol tayyor emasman. Lekin shunaqa odamlar bor bo'lsa, tayyorman desa, endi ertaga, balki 1 oy, 2 oy bo'lsa tayyor bo'lsa bo'lar. Tayyorman desa, ana shu odamlargina yashaydi, deyapti. O'limini eslab turadigan odam vaqtini bekor ketkazmaydi. O'limiga tayyor odam o'limidan oldin qilish mumkin bo'lgan ishlarni maksimum qilyapti degan odam. O'limga tayyor odam orqasidan yaxshi nom qolishiga ishonchi komil bo'lgan odam. O'limga tayyor odam bo'ynida qarzi yo'q, ertaga oilasini qiynab kimdir qarz so'rab kelmaydigan odam. O'limga tayyor odam o'limdan keyingi holatlarga tayyor odam. O'shaning uchun ham o'lishga tayyor odam. O'lishni xohlagan demaylik, bu yerda o'lishga yopishgan degan bu yerda. O'lishga yopishgan odam, o'limga yopishgan odam yashaydi. Har bitta daqiqasini sarflamasdan, bekor sarflamasdan, joy-joyiga qo'yib, dona-dona qilib, foydali narsalarga, o'lim uchun, o'limdan keyingi hayot uchun tayyorlaydi. Hayotga yopishganlar o'ladi. Bu yerda zo'r qiziq sahna bor. Bu gapni bir-biriga etishdan maqsad, menimcha bular kod almashganda, oxirida o'rtada shu duel uyushtirgan odamni otib tashlaydi. Chunki u o'lishni xohlamaydigan bola bo'ladi, yosh yigit bo'ladi. Oxirida shu hayotga juda ham yopishishni xohlagan odam bo'ladi. Bu ikkitasi o'lishga tayyor bo'ladi. Oilasi uchun, o'zining sha'ni uchun. Aytadiki, mana shu holatda sen o'limdan qo'rqqaning uchun o'lyapsan deydi. O'limdan qo'rqib o'zini o'rniga boshqa odamni tushiradi. O'limdan qo'rqib killerlar yollaydi. O'limdan qo'rqib qochib yuradi, lekin baribir o'ldirishadi. O'limdan qo'rqqan odam endi bizda bu darajada jinoyat olamidagi bu narsa bo'lmaydi. Real hayotda, oddiy hayotda nima qiladi? O'limdan qo'rqqan odam desa, o'limdan qo'rqqan odam risk qilmay qo'yadi. O'limdan qo'rqqan odam juda ham mana umrini uzaytirishni xohlaydi. Hozir ko'ryapmiz, mana ayniqsa G'arbda bu trendni Brain Johnson degani chiqqan, o'zini yoshartirishga harakat qiladi. O'g'lini qonini quymoqchi bo'libdi, plazmasini o'ziniga shu yoshararmikinman deb. Odam ajinlar yetib qo'yadi, ko'zi yetib turibdi qariligini, lekin terisini amallab yoshartiryapti. Tarixda qirollar ham bo'lgan shunaqa. U hozir kuniga o'zini yoshartirish uchun 10-15 soatlab sarflayotganda, bu degani u yashamayapti hozir degan. Ya'ni umrini orqaga surish bilan band. Xuddi shunaqa yoshararmikinman deb yuziga narsalar so'rab, operatsiyalar qildirib, yashayman deb, yosharaman deb qilib odamlar hayotda mazmunini yo'qotadi va o'ladi. O'ladi bu qanaqa ma'noda? O'lib qolmaydi. Top etib, balki u yashashidan ma'no yo'q. Bor nima, yo'q nima. Bir daraxt ekdingiz, daraxt soya ham bermayapti, meva ham bermayapti. Bu foydasi bormi? Shunga o'xshab qoladi deb tushundim men. Benjamin Franklinning ham gapi bor edi. Odamlarni ko'pi, qarang, ba'zisi emas, ko'pi 25 yoshda o'ladi. Lekin 75 yoshgacha ko'milmaydi. Bu nima degani? Insonni bir nimasi bo'lsa, 25, 30, 35 yoshgacha uzog'i, tajriba buni ko'rsatadi, chiqishi kerak bu narsa. Chiqmadimi, u yog'iga chiqmaydi, qiyin. Juda noyob holatlar. Aksar odam yoshligidan, bola boshidan ma'lum deydi-ku. 25 yoshgacha odamlar o'sadi, o'rganadi, ilm oladi, bitta ishga kiradi, bitta kasb oladi, uylanadi, bo'ldi, qotadi. O'ldi. Ya'ni jamiyatga undan foyda yo'q. Uy qurar, mashina olar, sayohatlar qilar, lekin u qurigan daraxt bo'lib qoladi. Ya'ni nimaga desa, u yashashga qiziqyapti. Bola qoldirish, uylar, uy qilib tashash, uyni xavfsiz qilish, katta qilib o'rab qo'yish, u mana shu hayotga qiziqib ketyapti. Menandir iqtibosini gaplashgandiga, qancha oldim. Boshqalar uchun yashagangina yashaydi.
Ya'ni xizmat uchun yashagangina yashaydi. Biz ham xotirjam xizmat qilib qo'ymoqchi emasmiz, qilib qo'ya olmayapmiz hozir. Balki mana shu podkastdan boshqa xizmatimiz yo'q hamdir. Lekin niyatimiz bor. Qilmoqchimiz. Ya'ni shu narsani qilamiz deb xizmat qilamiz. Kimgadir foydamiz tegsin demoqchimiz. Shunaqa inson bo'lish nasib qilsin. Bo'lmasak o'larkanmiz. Bizdan odamlar foydalanmasa, biz o'sha qurigan daraxtmiz. O'zimiz uchun turibmiz, uyimiz bor, qo'nog'imiz bor, mashinamiz bor, lekin bizdan hech kim foyda olmayapti. Xo'p,